Yolg'iz onalarni hech kim o'ylamaydi. Beva yoki ajrashgan ayollarga nima uchun bepul ingliz tilidan dars o'tmaysizlar degan ma'noda o'tgan videomda bitta ayol izoh qoldirgandilar. Bolalarimni boqaymi, ro'zg'or qilaymi yoki uy olishga pul jamlaymi? Hammalaringizni hayollaringiz va maqsadlaringiz faqat pul ishlash bo'lib qolgan degan ma'noda yozgandilar. Shunga o'zimni bir-ikki og'iz fikrimni aytmoqchi edim. Xudo hammani har xil sinov va qiyinchiliklar bilan sinaydi. Sizni hayot bolalaringizni yolg'iz katta qilish, ularni boqish va hayotga tayyorlash bilan sinayotgan ekan. Tushunaman, bu juda ham qiyin va jamiyatimizda hozir bunaqa holatdagilar juda ham ko'p. Lekin ekranning narigi tarafdagi inson videosiga qarab, meni hayotim va vaziyatim og'irroq, men baxtsizroqman deb aytib bilmaysiz. Hammaning o'ziga xos muammolari bor, lekin shunga qaramasdan yashash, imkon qidirish va yaxshilanishda davom etyapti. Xo'p, siz ingliz tilini o'rganmoqchi ekansiz. Internetda o'sha odamga hujum qilishdan oldin unga qo'ng'iroq qildingizmi? U bilan yuzma-yuz gaplashdingizmi? Balki sizdan minimal narx so'rar yoki savob uchun bepul ham dars o'tish mumkindir. Internet kirib, shaxsan tanimaydigan odamingizdan g'azab va alamingizni olib, paragraf izoh qoldiribsiz, demak, vaqtingiz ham internet ishlatish uchun imkoniyatingiz ham bor ekan. Internetga video olib, imtihonga tayyorlayman deb kurs tashkil qilgan odam ham oilada faqat bir o'zi ishlayotgan bo'lishi mumkin. Qurbonlik hissi bilan faqat boshqalarni aybdor deb topib va dunyodan xafa bo'lib yashash sizni holatingizni umuman yaxshilamaydi, afsuski.